Allam bu do'stlikni buzishga qaror qildi. Avval ularga yaqinlashdi, yaxshi ko'rindi, so'ng ularni yolg'on gaplar bilan urishtirishga urindi. Ammo Xolid uning ayyorligini payqadi va Validga undan uzoqroq yurishni maslahat berdi. Valid avvaliga Xolidga quloq soldi, lekin Allam hiyla va nayrang bilan ularni ajratishga muvaffaq bo'ldi. Xolid oilasiga va Validning oilasiga haqiqatni aytib berdi. Validning onasi unga nasihat qildi, lekin u quloq solmadi. Tez orada u Allamning barcha yomon ishlariga ergasha boshladi. Allam Validga dedi: "Kel, bolaligimizdan zavqlanaylik, yuguraylik, o'ynaylik, darsdan qochib ketaylik. Keling, to'pni talashib, qo'shnimizning uyining oynasini sindiraylik, keyin uni ayblaylik." Valid ham unga ergashdi. Kambag'allarni masxara qildi, zaiflarga yordam berishdan o'zini tiydi, yolg'on gapirishni o'rgandi. Xolid g'amgin edi. "Men do'stimni abadiy yo'qotdim" deb o'yladi. Chorak natijalari e'lon qilindi. Xolid eng yuqori baholarni oldi, Valid esa eng past baholarni. Valid Allamning yuzidagi xursandchilikni ko'rdi. U boshqa bir o'quvchiga shunday dedi: "Men Validni xuddi o'zimdek noloyiq va qaloq qilib qo'ydim." Shunda Valid jahl bilan uning oldiga bordi. Allam esa uni qattiq urdi, hatto suyaklari sinib ketdi. Natijada Valid kasalxonaga tushib qoldi. Valid kasalxonada ko'zini ochganida hayratlanarli manzarani ko'rdi. Hamma uning atrofida ota-onasi, barcha yaqinlari va eng muhimi Xolid. Valid shunda hayotidagi eng katta saboqni oldi.